Assalomu alaykum do'stlar. Bizda mana apparat pechka deyiladi. Dim mashina, to'ylardagi tutun chiqaradigan mashinkani pechkasi. Bunda tena bor. Mana shu trubkadan jidkost jo'natiladi. Ichiga tushgandan keyin u qizib, mana tutun chiqishi kerak. Hozir mana shu to'lib qolgan. Buni tozalash yo'li qanday bo'ladi? Gaz yoqamiz, gaz ustiga qo'yamiz. Bu yoqdan tutun chiqishi kerak bo'ladi. Gaz yoqdik. Endi buni kutamiz. Hozir qiziydi, qizigandan keyin bu yoqdan tutun chiqishni boshlaydi. Qizishni boshladi. Buni aylantirib turamiz. Qizigan ekan shpris uchini kesib tashlaymiz, чтобы mana shu trubkaga sig'ish uchun mana shu qo'yib turib, ichiga suv yuboramiz. Endi buni sovutamiz. Aldab sovutamiz. Mana endi soat bo'ldi, endi tekshiramiz. Mana trubkasiga qo'ydik. Suv chiqishni boshladi. Yana tortib olamiz. Yana jo'natamiz. Zo'r bo'ldi. Mana dim mashinani ishga tushirdik. Hozirda qani bas knopkani. Birinchi safar ketyapti. Bas. Birinchi ishlashi hozir sekin qizigan sari tumani qalinlash boshlaydi bu.